Hech narsani tushunmayotganlar uchun bu oddiy tushuntirish. Bu safar yana bir dona tuhmat ariza kelsa men ham qonuniy gaplashaman. Internetda qanday sipo bo'lsangiz aslingiz ham shunday bo'lsin. Zero Alloh barchamizni ko'rib turibdi. Erim alimentni doim to'laganlar, bolaga har doim qaraganlar. Kartalaridan pul o'tkazganlarini cheklarigacha men guvohman. Shuncha erkaklar o'z bolasidan voz kechib yurganda farzandim deb mehr berganlar, lekin ularga tuhmat arizalari boladan voz kechsin degan tazyiqlar bo'lmoqda. Boshida bolasiga qaramas ekan deb xalq bosim berdi. Haqiqat yuzaga chiqqach endi boladan voz kech degan talablar. Ajoyib zamonda yashayapmiz. Meni xarakterimni bilasizlar. Tegmaganga tegmayman. Kimga baxt tilagan bo'lsam, chin dildan tilaganman. Hech kimni hayotini buzmadim, ajrashgan vaqtida yo'q edim. Erimga tekkan bo'lsam, ajrim ayb emas. Hamma haqiqatlarni bilib keyin tekkanman. Men erimdan mingdan ming roziman. Ulardan faqat mehr ko'ryapman, alhamdulillah. Zulm erimdan emas, o'tmishdan kelmoqda. Hammangiz ayolsiz. O'zingizga yoki o'zingizga nisbatan shunday ishlar bo'lsa, o'rnimda nima qilgan bo'lardingiz? Har 3-4 kunda kimdir telefon qilib yangi problemalarni aytib chaqirtirsa, ko'pchiligingizning qiz farzandingiz bor, unga ravo ko'rarmidingiz? Alloh asrasin. Rabbimni ishida xatolik yo'q. Men erimni yo'llarida toki bular tinchimaguncha turaman. Inshaalloh bu narsalarni yozishimga sabab musulmon banda o'zini xor qilmaydi. Qaynona oyijonim erim haqida yomon fikrga bormang. O'zingiz uchun xulosa chiqaring deydi Feruza Nurmatova.